Assalomu alaykum avtoselin obunachilar, qadrli podpischilarimiz, bizning YouTube ijtimoiy tarmoqida kuzatayotgan podpischilar. Bugundan boshlab xudo xolasa avtosalonimizdagi mashinalarning hammasini birma-bir to'liq ma'lumotlarni berib, narxlari bilan tanishtirib, obzor videolarini qo'yib boramiz. Bizlarga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, iloji boricha arzon narxda aksiya bahodagi mashinalarni chiqarib borishga harakat etamiz. Dastlabki mashinamiz yana 2024-yil salondan olingan 8000 km yurgan Gentra avtomat korobka mashinani sizlarga arzon bahoda qo'yib beramiz. Like bosib turinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir xudo xolasa narxini aytib o'tamiz. Mashinamiz 24-yil salondan olingan qop-qora rangda, kraskalari 100% rodnoy, o'zining zavodskiy diska bog'larida turibdi. Tepasida lyuklar bor. Rodnoy kraska, salonlar ham akkuratniy holatda va salonni isi yetmaydi. Top-toza bo'lib turibdi. 8200 ni yurgan. Maytafonlari bor, avtomat, podogrev sideniyalari bor, zo'r holatda. Ko'rishingiz mumkin. Bakoniydan knopkalar ham bor. Birinchi nomerlari olinib, boshqa hech qanday narsa qo'yilmagan va akkuratniy zo'r holatda turibdi mashinamiz. O'zining zavodskiy kitobchalar ham ichida yotibdi. Zapaska bog'lari yere tushmagan. Top-toza, zo'r sosteniyadagi Gentra mashinamiz. Bilasizlar, hozirgi kunda bunning 5000, 8000, 1000 km yurgan Gentralarni 200 milliondan ziyod sotib olibdilar. Bez probeglarni 220 milliondan qo'yib tutdilar. Biz sizlar uchun 188 million so'mga qo'yib beramiz. Kreditda boshlang'ich to'lovi 28 million so'm kerak bo'ladi. Avtokredit faqatgina Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan chiqadi. Xorazm va Qoraqalpog'iston uchun hamma variantimiz bor. Qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib, mashinamizni naqd kredit, barter variantlari asosida sotib olaverasizlar. Barterga o'zingizning mashinalaringiz bo'lsa ham hisoblab olamiz zo'r baholarda. Siz qiziquvchilarni avtoselda kutib qolamiz, bemalol kelaverasizlar. Like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yish, yoddan chiqmas obunachilar.